Mana hozir Matiz mashinamiz kelgan, orqasidan Nexia urib, bamferning tog'larini ezib kiritib qo'ygan ekan. Mana hozir shuni o'zini tortib chiqarib beramiz. Holati g'ijim qilib sklat qilib yig'ib qo'yibdi mana. Hozir shularni hammasini o'zini tortib chiqaramiz. Holati hozir tortish jarayonidamiz. Mana hozir Matiz mashinamizni orqalarini tortib oldik. Skladkalarni yoyib tortib oldik. Mana holatlari. Holati. Teylari. Holat. Mana hozir Matizimizni mana shu tarafidan ozgina ish qolmasdi. Mana shusini hozir urib ozgina to'g'irlasak bo'ldi. Qolgan joyi chiroyli keldi. Keyin bu svarka teshik joylarini hozir gerimetralab yopamiz. Endi buni svarka qilib turib, ustidan gerimetralab yopamiz. Mana chetlardan ham gerimetralab beramiz boshqatdan. Mana shu ozgina ishimiz qoldi. Shuni hozir rixtovka ishini qilsak, shundan gerimetralash jarayoniga o'tamiz. Keyin bamfer olib kelib, bu bamfer qo'yamiz bunga. Bamferni ham bo'yab beramiz. Mana Matizimiz ham tayyor bo'ldi o'zi. Ichilarini ham mana tortib to'g'rilab, mana gerimetralab qo'ydi, yaxshilab hamma joyini. To'g'rilab ham bo'ldi. Bamferlarni ham mana chiroyli qilib zazorlarni yig'ib berdi. Bamferlarni sepib chiroyli qilib berdi. Bagaj bilan yopilgan zazorlar ham chiroyli keldi. Mana zazorlarni ham chiroyli qilib yig'ib berdi hammasini. Ana endi xudo xohlasa egalariga topshiramiz mashinani. Mashinamiz bitta tayyor bo'ldi. Mana holati.